Homila oldi suvlari o'zi qayerda ishlab chiqaradi va uni homiladorlik vaqtida qanday ahamiyati bor? Shu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Homila oldi suvlari yoki amniyotik suyuqlik o'zi aslida homiladorlikning birinchi yarmida homilaning bo'lajak yo'ldoshi, ya'ni xoryon va uni pardalari ishlab chiqaradi. Bunda albatta onaning qonidagi plazma asta-sekin sizib, mana shu homilani o'rab oladi. Homiladorlikning ikkinchi yarmida esa bevosita homilaning o'zi ishtirok etadi, ya'ni uni buyraklari ishlab chiqargan siydik yoki o'sha suyuqlik homila oldi suvlarini tashkil etadi. Homila oldi suvlari juda ham homilaning rivojlanishida ahamiyati katta. Birinchidan bu homilani ona qorni ichida balansini ushlab turadi, optimal muhitni tayyorlab beradi. Homilani tashqi muhitdan, zarbalardan himoya qiladi. Homilani kindik orqali qon aylanishida bevosita himoya qilib, qon aylanishini erkinlashtiradi. Homilani o'pkasi yaxshi rivojlanishda, oshqozon, ichak va buyrak tizimi rivojlanishida ishtirok etadi. Suyak va mushak to'qimasi erkin, yaxshi rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Va albatta moddalar almashinuvida, homilani har xil infeksiyalardan himoyalashda juda ham muhim rol o'ynaydi. Homila oldi suvlarni kamayishi yoki ko'payishi bu albatta homiladorlik uchun xavf tug'dirishi mumkin. Kamayishi bu kam suvlilik, ko'payishi bu ko'p suvlilik. Kamayishning oqibatida homila erkin harakat qila olmaydi. Qon aylanishida tizimida buzilishlar bo'lishi mumkin. Suyak to'qima mushaklarida har xil deformatsiyalar uchrashi mumkin va tug'ruq kechikishi mumkin yoki-da homila gipoksiya oqibatida nobud bo'lib qolishi ham mumkin. Ko'p suvlilikda esa homila erkin juda ham o'ta harakat qiladi. Homilaning noto'g'ri joylashib qolishi, erta tug'ruqlar, erta suv ketish, homila kindik tizimchasini tushib qolish kabi xatarlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun homila oldi suvlarini normadami yoki farqini bilish uchun vaqtida UZI hamda Doppler tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilaman.